Kreativ okamlar borlar-da, Dilmurod akamlar, Xolmay aka. Mana bunaqa narsalar chiqaradilar, hammasi MDF dan, to'g'rimi? To'g'ri. Hammasini o'zingiz razrabotka qilasiz, to'liq o'zingiz ishlab chiqasiz, to'g'rimi? Chiqazaman albatta. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana yaqinroq keling aka birali, uzr, bitta narsa ko'rsataman. Shukurka bo'lganga o'xshyapti-da MDFlar. Shukurka bo'lmagan-a, lekin bu holatda bo'lmagan. Juda ham zo'r. Nima MDF ishlatasiz? Castamo. Castamo'ni B2 markadan. 2B modelini ishlatasiz. Sizni qoniqtiryaptimi? Albatta. Oldin boshqa model ishlatasiz, to'g'rimi? Hozir 2B ga o'tdingiz. Mana bu yengillik chiqaribsiz aka. Bu yengil yana. Mana bu Turkiyadan fasondan olingan bitta model. ilhomlangan. Endi kattalashtirdik, 10 sm qildik. Bu tayyormi? Tayyor mana. Devorlar uchun panellar juda ham zo'r, kreativ. Tinmaysizda aka, ijtimoiy tarmoqlardan kuzatib turamiz. Endi. Gap bo'lishi mumkin emas. Castamonani MDF dan ishlatilgan, shu B2 modeldan. Nima uchun 2B ishlatyapsiz? Chunki sifati yaxshi, zichligi zo'r. Ha, zichligi yaxshi. Zichligi zo'r. Shukurka bo'lganga o'xshab chiqadi. Shukurka bo'lganga o'xshab chiqadi, silliq chiqadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, Castamoni qoniqtiryaptimi sizni? Albatta, zo'r. Bo'ldi aka, xursand bo'ldim. Men ijtimoiy tarmoqdagi sahifangizni ham qoldirib ketaman. Kuzatinglar, mebelchilar uchun zo'r yechimlar qilib beryapsiz va fokuslari bor. Faqat mana shunaqa narsa chiqaryaptilar-da. Hamma narsa qilaman deyapsiz-da. Fokusimiz asosan mashinaga yo'naltirilgan. Bo'ldi, xursand bo'ldim aka, rahmat. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.